Брат, если ты приехал работать, пожалуйста, работай, брат. Не гуляй, не забывай, из-за чего ты здесь, в Москве. Некоторые как делают? Приезжают, да это не моя работа, вот это не моя работа, вот это не мое. В итоге остается без работы. Братья, сперва везде бывает сложно. Так что не сдавайтесь, газуйте. У вас все обязательно получится. Mana shu bolaning gapiga men 100% qo'shilaman. Rossiyaga kelgandan keyin nima qilish kerak? Ishlagani boramiz. Labboyta o'zbek, tojik, qirg'iz labboytasi ishlagani boradi. Lekin ko'pchilik akalarimiz, ukalarimiz ish tanlashni boshlaydi. Bu ish menga to'g'ri kelmaydi. Bu ish to'g'ri kelmaydi menga. Ishdan ishga chumchuqqa o'xshab sakraydi. Daraxtdan daraxtga sakragandek ishdan ishga sakraydi. Shunday qilib ko'ribdiki, oradan 1 oy, 2 oy vaqt o'tib ketdi. Vaqti o'tib ketdi. Просто так shuncha vaqtini havoga uchirib yuboradi. Bir so'm ham ishlanmaydi. Bitta joyga boradi, ikkita joyga boradi, uchta joyga boradi. Xuddi mana shunday insonlarni menga ham uchragan. Mana shunday insonlar menga uchragan. Imindan menga uchragan. Ish so'rab telefon qilgan. 1 oy, 2 oy vaqtini, 3 oy даже vaqtini ketkazib, ish tanlab turib, u ishdan bu ishga, bu ishdan bu ishga borib turib, ish tanlab turib, oxiri beish, bepul ko'chada qolib ketgan insonlar ham bo'lgan. Oxiri menga telefon qilib, aka iltimos ishga qo'yib qo'ying. Shunaqa insonlarni ham ishga qo'yganman. Aytmayman kimligini, qayerdanligini, hammasini bilaman. Kim, nima, qayerdanligini hammasini bilaman. Lekin mana shunday qilmanglar. Rossiyaga boramiz faqat ishlagani. Ishlaymiz, pul ishlaymiz, uyga jo'natamiz, uydagilarni xursand qilamiz. O'zimiz ham uyga qaytib kelamiz, kamchiliklarimizni qilamiz. Jigarlar, просто так Rossiyaga borgandan keyin biz kayf safo qilgani bormaymiz va boshqa narsalarni qilgani bormaymiz. Faqat ishlaymiz biz. Ko'pchilik insonlar, juda ham ko'p insonlar hozirgi paytda. Oldinlari bunaqa bas edi. Oldinlari shu bordi, ishga joylashdi, bitta joyda ishladi, qaytib keldi uyga. Shunday edi. Hozirgi paytda qanday bo'lgan? Boradi, bitta ish yoqmaydi, ikkinchi ish yoqmaydi, uchinchi ish yoqmaydi. U ishdan bu ishga в течение 5 oy, 6 oy yo 1 yil ichida 5 ta 6 ta ish alishtiradi. Ko'pchiliklar shunday qiladi. Labboy joyda birinchi borganingizdan keyin ish конечно qiyin bo'ladi. Boshida qiyin bo'ladi. Qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, to o'sha ishni sistemasiga tushib ketganingizcha, o'rganib olganingizcha, labboy joyda ish qiyin bo'ladi. Keyin asta-sekinlik bilan o'sha ishni ko'rasizki, oradan vaqt o'tavergan sari sizga oson bo'lib qoladi o'sha ish. Shunday oson bo'ladiki, ya'ni professional bo'lib ketasiz. Sizga oson tuyuladi bu ish. Keyin sizdan keyin yana bironta yangi inson kelsa, o'sha insonga ham boshida qiyin tuyuladi. Bu joyda mana shunday. Ishga chidolmagan insonlar birinchi kelib sal qiyin tuyuldimi, chidolmaganidan keyin yana boshqa ishga o'tadi. U ish ham, короче, sal qiyin tuyuldimi, yana boshqa ishga o'tadi. Shunday qilib vaqtini yo'qotadi. Buni вообще keragi yo'q. Jigarlar, o'sha uchun kimgaki ishonarli, konkretniy ishlar kerak bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Грузчикlarga ishlar bor, komplektovщикlarga ishlar bor, водитель, shtabilyorga ishlarimiz bor. Jigarlar, oyligini aytib o'taman. Грузчикlar 4100 rubldan oladi. Komplektovщикlar 4400 dan oladi. Водитель, shtabilyorlar den-noch 5800 rubl dnevnoy smena, 6500 rubl ночной smena. Yotoq joy, forma, transport, trudовой договор, уведомление topshirib beradi. 2 mahal ovqat beradi. Jigarlar, bir oyda 2 marta oylik, har hafta avansi bor. Kimgaki ish kerak bo'lsa, Moskovskiy oblast, город Домодедовоda, Moskovskiy oblast, город Kashirida mana sizlarga konkretniy ish. Vaqtlaringizni sarf qilmanglar, zoya ketkazmanglar. Marhamat, kelinglar ishga joylashinglar. Har bir kun Rossiyada dam olgan kuningiz yo ishga chiqmagan kuningiz siz uchun minus. Labboy joyda hozir shunday. Bir kun ishga chiqmadingizmi, siz uchun minusga ketasiz. Patent to'lash kerak, pitaniya qilish kerak, ro'zg'or boqish kerak, hammasini qilish kerak. Shularni qilish uchun nima qilish kerak? Ishlash kerak. Konkretni kelib ishlash kerak. Boshida ishi qiyin tuyulsa ham, kelinglar, ishlanglar, asta-sekinlik bilan o'sha ishda professional ustasi bo'lasizlar.
keyin yana sizlardan kelgan insonlarga ham motivatsiya berib ishlatinglar. Не то что kelgandan keyin yangi insonlar kelgandan keyin bu yerda ishi bo'lmaydi, bu yerda ishi og'ir, bunday unday deb o'sha odamni yo'ldan urmasdan turib, naоборот, motivatsiya berib ishlating o'sha insonni, чтобы o'sha inson ham ishlasin, oilasini boqsin. Ko'pchilik insonlar shu ishga keldimi, o'zlari ishlab yuribdi. 1 yil, 2 yil, 3 yildan beri o'sha joyda ishlab yuribdi. Lekin yangi kelgan insonlarni yo'ldan uradiki, to'shto bu yerda ishi bo'lmaydi deb. Ha, ishi bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, nima uchun o'zingiz ishlab yuribsiz o'sha yerda? Aytingchi. Mana sizga savol, nima uchun o'zingiz ishlab yuribsiz o'sha yerda? O'sha uchun yangi kelgan insonlarni naоборот motivatsiya berib ishlatinglar. U ham pul ishlasin, vaqtini ketkazmasin, просто tak vaqtini sarf qilmasin. Kesin ishlasin, soqqani olsin, u ham uyga jo'natsin sizga o'xshab. Jigarlar, like bosib, mana shu videoni maksimalni tarqatamiz. Kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yamiz. Rahmat, videomizni to oxirigacha kuzatganlaringiz uchun. Har kuni podishka qilasizlar, sog' omon bo'linglar. Alloh panohida bo'linglar. Musofirchilikda qiynalmasdan yuringlar. Xayr.